Tasavvur qiling, Iso Masih yerga qaytib keldi. Kim haq bo'lib chiqadi? Salom do'stlar. Menga tobora Iso Masih musulmon bo'lgan degan videolarni jo'natishyapti. Bugun shunday videolardan biriga muqaddas yozuv yordamida javob beramiz. Ularning asosiy fikri: Iso alayhissalom hech qachon o'zini Xudo deb aytmagan. U kishi musulmon bo'lgan. Lekin Iso Masih men musulmonman deb ham aytmaganlar. Demak, Iso Masih musulmon bo'lgan emaslar. Krishnaliklar ham Iso Masihni o'z xudolari deb hisoblaydilar. Lekin bu bilan Iso Masih Krishna bo'lib qolmaydi. Iso Masih men Xudoning o'g'liman degan. Yuhanna 11:4. Iso Masih shuningdek men Yahva, men borman degan. Bu Xudo Muso payg'ambarga o'zini oshkor qilgan ism edi. Yuhanna 8:58. Iso Masih tabiatiga ko'ra Xudoning o'g'li, vazifasiga ko'ra najotkor, payg'ambar va ustoz edi. Videodagi yigit bizlar Xudoga masihiylardan ko'ra itoatlimiz deydi. Iso Masih Xudoga itoat haqida gapirgan, lekin Injilda bu faqat diniy amallarni bajarish emas. Itoat Xudoning so'zini o'qish va bajarishdir. Yuhanna 8:31. Agar mening so'zimga amal qilsangiz, mening haqiqiy shogirdlarimsiz. So'ngra videoda Iso Masih cho'chqa go'shtini man qilgan deyiladi. Yahudiy diniga ko'ra nafaqat cho'chqa, balki boshqa hayvonlar ham nopok hisoblangan, jumladan tuya, quyon, ot. Lekin musulmonlar ularni yeyishadi. Iso Masih esa harom ovqatlar haqida berilgan amrning asl ma'nosini ochdi. Matta 15:17-20. Og'izga kiradigan hamma narsa qoringa o'tadi va chiqarib tashlanadi. Biroq og'izdan chiqadigan narsalar yurakdan chiqib odamni harom qiladi. Chunki yurakdan chiqadigan yovuz fikrlar, qotillik, zino, fohishabozlik, o'g'irlik, soxta guvohlik, kufrlik, mana bular odamni harom qiladi. Iso Masih kelganida har bir insonning qalbini ko'radi. Gunohdan qay darajada o'zini pok tutgan. Biz xatna qilinamiz, masihiylar yo'q deydi yigit. Xatna Ibrohimga berilgan va Xudoning xalqi ekani alomati edi. Iso Masih esa me'yorni ko'tardi. Rimliklarga 2:29da yurak xatnasi haqida gap boradi. Bu inson ixtiyoran gunoh va nafsdan yuragini xatna qilib, Xudoga bag'ishlanishini aytadi. Iso Masih kelganida har bir kishining yurak xatnasiga e'tibor beradi. Yigit aytadi: Iso Masih kelganlarida cherkovga kirmaydilar, balki masjidda bizlar bilan namoz o'qiydilar. Lekin Injilda Iso Masih kelganlarida nima qilishlari aniq yozilgan. Masihga ishonuvchilar u kishi bilan bulutlarda uchashadilar va abadiy Masih bilan birga bo'ladilar. 1-Salonikaliklarga 4:16-17. Qolgan xalqlarni esa Iso Masih hukm qiladi. Matta 25:31-46. Inson o'g'li muqaddas farishtalari bilan o'z shuhratida kelganida, u o'zining shuhrat taxtiga o'tiradi. Uning oldida hamma xalqlar to'planadilar. U esa cho'pon qo'ylarni echkilardan ajratganidek birini boshqasidan ajratadi. Shunday qilib qo'ylarni o'zining o'ng tomoniga, echkilarni esa chap tomoniga qo'yadi. Shunda podshoh o'zining o'ng tomonidagilarga deydi: "Kelinglar, ey otamdan baraka topganlar, sizlarga dunyo yaratilishidan tayyorlab qo'yilgan shohlikni meros qilib olinglar. Chunki men och edim, sizlar menga ovqat berdingizlar. Men charqagan edim, sizlar menga suv berdingizlar. Men musofir edim, sizlar meni qabul qildingizlar. Men yalang'och edim, sizlar meni kiyintirdingizlar. Men kasal edim, sizlar mendan xabar oldingizlar. Men qamoqxonada edim, sizlar mening oldimga keldingizlar." Shunda haq odamlar unga javoban deydilar: "Yo Rabbiy, qachon biz seni och qolganingni ko'rib, seni to'ydirdik? Yoki charqaganingni ko'rib, senga suv berdik? Qachon biz seni musofir ekaningni ko'rib, seni qabul qildik? Yoki yalang'ochligingni ko'rib, kiyintirdik? Qachon biz sening kasal yoki qamoqxonada ekaningni ko'rib, sening yoningga keldik?" deb aytadilar. Shunda podshoh ularga javob berib: "Sizlarga rostini aytaman, mening shu kichik birodarlarimdan biriga nimaiki qilgan bo'lsangiz, shuni menga qildingizlar" deydi. Shunda uning chap tomonida turganlarga ham so'zlaydi: "Ey la'natlanganlar! Mening oldimdan shayton va uning farishtalariga tayyorlab qo'yilgan abadiy olovga ketinglar. Chunki men och edim, sizlar menga yeyishga bermadingiz. Men charqagan edim, sizlar menga ichishga bermadingiz. Men musofir edim, sizlar meni qabul qilmadingiz. Men yalang'och edim, sizlar meni kiyintirmadingiz. Men kasal va qamoqxonada edim, sizlar mening oldimga kelmadingiz." Shunda ular unga javob berib: "Yo Rabbiy, qachon biz sening och yoki charqagan, musofir yoki yalang'och, kasal yoki qamoqxonada ekaningni ko'rib senga xizmat qilmadik?" deydilar. U esa ularga javoban: "Sizlarga rostini aytaman, bu kichiklardan biriga nimaga qilmagan bo'lsangiz, shuni menga qilmadingiz" deydi.
Shunda bular abadiy jazoga, haq odamlar esa abadiy hayotga boradilar. Ko'rib turganingizdek, Iso Masih kichiklardan biriga qilgan munosabatimizga qarab hukm qiladi. Masihning kichik birodari kim? Yahudiylar, masihiylar va muhtojlar. Hukm kuni ko'plar hayron qoladi. Lekin nimanidir o'zgartirishga kech bo'ladi. Shu uchun bugun ezgu bo'ling. Hech kimdan nafratlanmang, yomon ko'rmang, yomonlamang, ayniqsa o'ldirmang. Masihning ta'limoti quyidagi sohalarda farq qiladi. Bir erga bir xotin. Masihning podshohligi bu dunyodan emas. Yuhanna 18:36. Odam o'ldirish mumkin emas. Najot va jannatga yo'l faqat Masih qurbonligi orqali. Matta 26:28. Bu ko'pchilik gunohlarining kechirilishi uchun qonli ahdimdir. Yigit musulmonlar namoz o'qiydi, ro'za tutadi, masihiylar esa yo'q deydi. Ammo ibodat 5 marta bilan cheklanmaydi. Iso Masih tunlari bilan ibodat qilgan, masihiylar ham soatlab ibodat qilishadi. Iso Masih yashirin xonada ibodat qilishni buyurgan. Shu uchun masihiylar hech kimga ko'rsatmay Xudoga ibodat qilishadi. Matta 6:6. Ro'za ham 30 kun bilan cheklanmaydi. Masihiylar butun yil davomida kamida haftada 1 sutka ro'za tutishadi. Iso Masih uchbirlik va ilk gunoh haqida ta'lim bermagan deydi yigit. Iso Masih uchbirlik haqida ta'lim bergan. Matta 28:19. Ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdiringlar. Iso Masih ilk gunohni ham tan olgan. Mark 10:18. Ezgu hech kim yo'q, faqat Xudo. Iso Masih najot yo'lini ham ko'rsatgan. Yuhanna 3:16-18. Xudo dunyoni shunchalik sevdiki, u o'zining yagona o'g'lini berdi. Toki unga ishongan har bir kishi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Unga ishongan hukm qilinmaydi, unga ishonmagan esa allaqachon mahkum bo'lgan, chunki Xudoning yagona o'g'lining nomiga ishonmagan. Iso Masih yana aytdi, Yuhanna 3:3, agar inson ruhdan tug'ilmasa, Xudo shohligiga kira olmaydi. Hukm kunini kutmang, Xudodan shaxsan haqiqatni ochishini so'rang. Xudoyim, Iso Masih haqidagi haqiqatni menga oshkor et, menga ruhdan tug'ilish ber va qalbimni tozala deb so'rang. Sidqildan so'rasangiz, Xudo albatta javob beradi. Yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'ling.